Пьяный молодой, бары как домой. Trendga ham cho'zordik. Dada, oyimga qarama. Voy, nima qilyapsan? She, nimaga? Ha, onangni otangga bepardoz ko'rsatma degan gap bor-ku. Ha, haqiqatan to'g'ri lekin, ha. Nima qilyapsiz, dada? Surropingga sani. Voy, keldingizmi, kelar? Assalomu alaykum, voyjon. Hey! Ostonada ko'rishma, yomon bo'ladi. Voy, haqiqatan ham keling, yuring ichkarida ko'rishamiz. Voy, Ana, yomon bo'ldi. Icha yomon bo'lmadi dadajon. meni ustimga tushdingiz-da. Ha, qalay bo'lar ekan? Bo'ldi, dada. Voy, o'lay. Ana endi qaytib o'sma qo'ymaydigan bo'lasan. Ha, keling, ustidan xatlab o'tmang. Bo'yi past bo'lib, kichkina bo'lib qoladi. Yo'q, dadajon, endi nima qilay? Orqaga qaytib o'tib qo'ying. Xo'p, dadajon. Oyi, dadam qattalar. Dadangni oldiga bormanglar. To'nni teskari kiyib olgan. Ha? Voy tavba. Dada tinchlikmi? Yaqinlashmalaring, to'nimni teskari kiyib olganman. Qo'shni, o'g'lim sizga o'xshasin, ozgina tupurib qo'ying. Og'zimdan oshim boribdi, amayli. Aql. Sekin-sekin kelin. Obbo, shama tushdi choyga. Endi uyga mehmon keladi. Ana, men nima degandim? Assalomu alaykum. Keling. Choyga shama tushirgan ekansizlar. Kelordi mehmonga. Nima qot qilyapsizlar? Sho'rvami? Ha? Nima qilib o'tiribsan? Va, yomon kaftim qilyapti, pul keladi shekilli-da. Bu o'tirishingda sen pul kelmaydi. Undan ko'ra tellab ishlash kerak. Voy, rostda ikkala kaftim ham qilyapti. Sen undan ko'ra uyga borib cho'mil. Kichima kasal. Shpirgini tikka qo'ymaydi, harakat bo'ladi. Ana, shpirgini tikka qo'ymagin degandim bularga, harakat bo'ladi mana. Ha, yo kechqurun tirnoq olganmikin ha? Ishqib xafa bo'ladigan qovog'i uchyatuvdi. Dadajon, o'g'lingiz xotinim chiroyli bo'lsin deb to'ydan oldin ko'p non o'rtasiga yuborganmi? Ha, bir 100 ta 200 ta nonni o'rtasini yuborgan. Qarang, lekin foydasi bo'lmaganda. To'g'ri, men chiroyli emasman. Hurliqonman. O so'qam hushtak chalmaydi. Nimaga, dada? Uyga o'g'ri tushadi. Bilaman, o'g'lim xato qildi. Balki kerak emasdir. Aka, endi iloji yo'q. Hushtak chalib qo'ydi-da. Bo'pti, keyingi safar hushtak chalsa kattalarni olib ketaman lekin. Ha, qulog'im qizyapti-da, kimdir meni gapiryapti. Bilaman, chiroyliman, kelishganman, yoshman. Nima unaqa bo'lyapti ekan, ha?